Sochingni o'stirib olsang, juni ko'kka o'xshab qolar ekansan. Stress. Oh my god, stress. Oh my god. Ularga savol: BTS bollari yoki o'zbek bollari? Hozir yosh avlod ergashayotgan guruh haqida to'liq ma'lumot ber. RM. Kim Nimjon? Yo'g'i, Kim Nimjon. Jin, vokalist. Suka. U Suga deyiladi. Jiho. Park Jimin va bitta harf ekanda Kim Taylung. Nihoyat Juniko'k. Menga kir. Bollar esa fanboy deyilar ekan. Bollarga quvamikin endi xarakteri ayol sifat bo'lgan 7 ta lady boylarni kuzatib. Fuck you. Bu guruh o'zini idol, ya'ni soxta iloh kabi yoshlar miyasiga singdirib boryapti. Tashqari BTS LGBT tomonidan rasmiy qabul qilingan ekan. Rep joylarini ham shunaqa nozlanib etadimi? Fuck you, I'm out. Bularning birortasi ham hali uylanmagan, ishqiy munosabatda emas. Shunday ekan, gay bular katta ehtimol bilan. Asosan RM oldingi intervyularida sevgi jinsga bog'liq emasligini aytgan ekan.